Bugun sizlar bilan magniy turlari haqida gaplashamiz. Bilamizki, magniy elementi bizning asablarimiz salomatligini ta'minlovchi, yurak va mushaklarimizning sog'lomligiga hissa qo'shuvchi elementlardan biri hisoblanadi. Shu paytgacha dorixona rastalarida magniyni, demak, laktat, aratat formalari sotuvda bor edi va bugungi kunda uning turlari juda ham ko'payib ketdi. Demak, magniy turlari bu magniyni turli xil kislotalar bilan hosil qilgan tuzlari hisoblanadi. Demak, hozirgi kunda bizda sotuv rastalarida magniy sitrat, magniy taurat, glitsinat, malat degan formalar paydo bo'lgan. Bu magniyning turli xildagi organik ko'rinishdagi tuzlari hisoblanadi. Demak, magniy sitrat, agarda sizda o't tufayli bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, oshqozon ichak sistemasida hazm qilish yaxshi bo'lmasa, qabziyat kuzatiladigan bo'lsa, sizga aynan magniy sitrat formasi mos keladi. Siz magniy sitrat qabul qilish bilan birga o'zingizning asabiyligingizni ham davolashingiz mumkin, oshqozon ichakdagi problemalarni ham hal etishingiz mumkin. Keyingisi bu magniy taurat. Magniy taurat aynan yoshi katta insonlarga tavsiya qilinadi. Ya'ni qon bosimi, yurak-qon tomir sistemasida qandaydir kasalliklari bo'lgan bemorlarimizga magniy taurat shakli tavsiya qilinadi. Asabiy xonimlar, shu yerdamisiz? Shu yerda bo'lsangizlar ganglar, eshitinglar. Bu gap aynan sizlar uchun. Asabiy xonimlar uchun magniy glitsinat shakli juda yaxshi yordam beradi. Agar siz jahldor, kechasi yaxshi uxlolmaslikdan qiynaladigan bo'lsangizlar, glitsinat shakli magniyni aynan sizlar uchun. Magniy malat. Energiyam yo'q, holsizman. Qo'limda, oyog'imda jon yo'q, deydigan hurmatli aziz ayollarimiz, ko'pincha ayollarimiz shikoyat qiladi bu muammo bilan. Ayollarimiz uchun magniy malatni tavsiya qilamiz. Magniy malat aynan bizni energiya bilan ta'minlab berishga yordam beradi ekan. Va bizda magniyning shunday bir turi borki, bu 5 ta tuzni bir vaqtda o'zini ichida saqlaydi, ya'ni ultramag preparati. Bu ham bizani tinchlantirishi, asablarimizni joyiga kelishi, geshda shirin uyqumizni, shirin tushlarimizni ta'minlab berishga yordam beradi. Endi sizlarga bir sirni aytadigan bo'lsam, bularning hammasi ham magniy tuzlari hisoblanadi va sizlarning asablaringizni mustahkamlashga, uyqularingizni yaxshilashga xizmat etadi. Emiziklilar va homiladorlar uchun ham birday foydali hisoblanadi. Muhimi, magniyning dozasini 300-400 mg dozadan kam iste'mol qilmasanizlar bo'ldi. Va qon bosimi past yuradigan qizlarimiz, masalan 90-60 yuradigan qizlarimiz 400 mg magniy qabul qilayotganda sal ehtiyot bo'lishlari kerak, davleniyani tushirib yuborishi mumkin. Magniy ichamiz va baxtli hayotda davom etamiz azizlarim.